Uyg'urlarga qilayotgan zulmlar bilan dunyoning diqqatini tortayotgan Xitoyning Uyg'urlarning DNA uchurlarini to'plash uchun ishlatgan uskunlarni ta'minlab berayotgan shirkat mal setishni to'xtatdi. New York vaqt gazetining xabar qilishicha, Xitoy doiralari 2016-2017 yillari umumiy xalq sog'lomlik tekshirish nomida Sharqiy Turkistonda 36 million DNA o'rniki, irsiyat uchurlari va shaxsiy uchurlarni to'plaganligi ma'lum. Türkiye Vatan Partiyasining raisi Doğu Perinçek başçılığındaki bir heyət Xitoy ziyoratini boshladi. Xitoy doiralari Doğu Perinçekning Turkiya-Xitoy munosabatatining taraqqiyotiga qo'shgan tuhfalarga rahmat etdi va Xitoyning terrorlik va asabiylikka qarshi maydoni kelgusidagi Turkiya-Xitoy munosabatining asosidir dedi. Shundaqla Doğu Perinçekning Beijingdagi uchrashuvlaridan keyin Sharqiy Turkiston ziminiga dasaydiganligi va Urumchida bir xalqaro yig'inda so'z qildiganligi bildirildi. İstanbul başçılığında Türkiye'nin nurgun joylarida Uyg'urlar uchrayotgan kishilik huquq tajovuzchiliklariga qarshi namoyish o'tkazildi. Bugun İstanbul Beyazıt meydanida jam bo'lgan minglagan Sharqiy Turkistonlik fidoi Xitoyga norozilik bildirdi. Faoliyatdan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirish siyosatlari va musulmonlar dunyosining bu masalaga sukut qilishi tanqid qilindi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Beijingga ziyoratga kelgan Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad bin Salman bilan ko'rishgandan keyin ikki davlat strategik munosabatlarning taraqqiyotini kuchaytirishi va manfaatlarni moslashtirishi bir balvoq bir yo'l tashabbusi bilan Saudiya Arabistonining 2030-yillik nishonini birlashtirish qadamini tezlatishi lozim dedi. Venezuela'nın Braziliya chegarasida armiya bilan yerli xalq orasida yuz bergan to'qnashuvda bir kishining o'lib, nurg'un kishining yaralanganligi bildirildi. O'qituvchi parlament a'zosi Graziya ommaviy taratqularda e'lon qilgan bayonotida Gran Sabana rayonidagi to'qnashuvda bir ayolning hayotidan ayrilganligini aytdi. O'qituvchi gazetlar bo'lsa to'qnashuvda oz deganda 2 odamning o'lib, 22 odamning yaralanganligini bildirdi.